Вот здесь никого не было вообще в санузле. Здесь просто фонтан прорвало. Никто даже не трогал ничего. Вот слой воды сами можете увидеть. Diyorimiz soat 5 bo'lyapti. Biz 4 ga yaqin kelganmiz. Uchastkada suv toshgan. Mana shu smisiterni sizlar ham bilasizlar, mana shu atigi bittagina оборотda ushab turish kerak bo'lgan smisiter. Mana ko'ryapsizlar, bittagina оборотda ushab turish kerak bo'lgan smisiter o'zidan o'zi suv qo'yib yuborishi mumkinmi? Polniy qotirilgan holatda suvimiz davleniyasi 5. Ispanskiy arko atskashila qo'yilgan. Biz o'shanda kelayotgan vaqtda avariy trap qoldirganimizda hech chiqarib yoptirgan edi. Avariy trap hech qachon yoptirish kerak emas. Butun boshli bitgan, remont bitgan o'sha 2 kundan keyin ko'chib kirish kerak bo'lgan joyda suv toshgan, hozir mana endi quritish ishlari ketyapti. Avariy trap hech qachon yopish kerak emas. Kerakli narsa mana shu. Yaxshi 10 minut, 15 minutda toshganda shunaqangi uy toshib ketgan bo'lgan. Polniy mana shu yo'llar polniy toshib, harakatlarga polniy hamma suv ketgan. Davleniyamiz mana shu baland.